Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bu videoda o'tkazib yubormanglar. Bugun mevali ko'chatlar olami fermer xo'jaligida joylashgan yong'oq ko'chatlarini tanishtirib o'tamiz. Mana bu ko'rib turganinglar Xitoy X185 degan navi, mana kattaligini ko'ryapsizlar. Juda ham yirik. Oq mag'iz, yuqa-po'cha yong'oq. Mana yong'oqmisa yong'oq mana. Uyga ham ekadigan bo'lsangiz, bo'yi ham o'smaydi, tez hosil kiradi, oq mag'iz, yuqa-po'cha. Hozir yong'oqning 3 turi bor bizda. Xitoy X185, Xitoy X145 va ideal navli yong'oqlarimiz bor. Hozirda o'zida vaqt o'tib ketib, bahorda ololmay qolganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol tuvakda ekishinglar ham mumkin. Garashot tuvaklarga ham olib qo'yganmiz. Mana qadimli obunachilar, mana yong'oqlarni mevasini ko'ryapsizlar. Mana shu barchasi mana mevaga kirgan mana yong'oqlar. Mana yong'oq ekaman deganlar mana bunaqa zotdor yong'oqlardan eksanglar bo'ladi. Bizni kanalga obuna bo'linglar. Like bosib, ushbu videoni barcha tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar, qadrli yurtdoshlar.